Assalomu alaykum. Bugungi videomizda ham sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Ya'ni, nima ma'lumot? Bugun sizni nomingizga boshqa biron bir kishi kredit olishi mumkin yoki bo'lmasa firibgarlar kredit chiqarib olishi mumkin. Ya'ni mana shu kreditni ololmaslikni yo'lini qanday qilsak bo'ladi? Hozirgi kunda hamma narsani onlayn qilsak bo'ladi. Ya'ni sizni nomingizga ham onlayn kredit olib yuborishi mumkin. Bilmay qolasiz, sezmay qolasiz. Shuni kredit ololmasligi uchun biz hozir sizga yo'lini ko'rsatib qo'yaman. Mana shu juda foydali. Yaxshilab videoni oxirigacha ko'rsangiz. Buning uchun Google Chrome'ga kirib olganimizdan keyin bu MyGo.ga kirib olamiz. mygo.uz saytiga kirib olamiz. Ya'ni mana bu saytga. Albatta MyGo'ga kirganimizdan keyin bu joyda biz ro'yxatdan o'tgan bo'lishimiz kerak. Shaxsiy kabinetimizga bosib kiramiz. Albatta ko'pchilik ro'yxatga o'tgan bo'ladi. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, ro'yxatdan o'tib olasiz. Unet orqali kiramiz, bilasiz buni o'zingiz ham MyGo'ga kirgan bo'lsangiz, kirmagan bo'lsangiz ro'yxatdan o'tasiz. Ya'ni mana bu joyda loginimizni kiritamiz, bu joyga parolimizni kiritamiz. Agar biz ro'yxatdan o'tgan bo'lsak, bizda login parol bo'ladi. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsak, ro'yxatdan o'tishni bosib, ro'yxatdan o'tib qo'yasiz. Menda mobil ID tizimidan ro'yxatdan o'tganman, telefon raqamimni kiritaman va kiritganimdan keyin menga SMS keladi. O'sha SMSni kiritib, men shaxsiy kabinetimga kirib olaman. Biz shaxsiy kabinetimizga kirib oldik. Mana bu shaxsiy kabinetimiz. Shaxsiy kabinetimizga kirganimizdan keyin biz MyGo'ga kirganimizda avval boshqacha chiqar edi. Ya'ni avvalgi talqinga qaytishni bosadigan bo'lsak, biz avvalgi talqinimizga qaytar edik. Ya'ni mana bu ko'rinishga kirish qismini bosadigan bo'lsak, mana bu joyda ya'ni barcha xizmatlarni kiritishni bosib turgan holda so'rov kiritadigan bo'lsak, bu joyda chiqmadi. Va biznes deb yozadigan bo'lsak, chiqmayapti bu joyda. Mana shu rezultatimiz. Shuning uchun yangi talqindan o'tib olib, yangi talqinda mana bu xizmatni izlash degan joyga yozadigan bo'lsak, agar iqtisodiyot va biznes deb yozasiz, mana bu joy chiqadi. Sohalardan iqtisodiyot va biznes deb yozadigan bo'lsak, mana shu joyni tanlaymiz va iqtisodiyot va biznesdan pastga tushamiz. Pastga tushadigan bo'lsak, kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish yoki taqiqni olib tashlash degan joyi bor. Mana shu joyga kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin bizga xizmat narxi bepul, xizmat ko'rsatish muddati avtomatik o'sha paytda bo'ladi. Kerakli hujjatlar talab etilmaydi va biz aloqa nomerlarimiz kiritilgan. Bu joydan xizmatdan foydalanishni bosamiz. Mana bizda kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish holati o'chirilgan. Kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish holati o'chiq turibdi. Buni yoqib qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana faollashtirish tugmasini bosamiz va bu joyda sizning so'rovingiz natijasi siz taqiq xizmati faollashtirildi deyapti. Mana bo'ldi. Bizda endi boshqa birov bizni nomimizga yoki firibgarlar kredit ola olmaydi. Ortga bu tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bu yoqilgan bo'lib qoldi mana bu joyi. Ko'ryapsiz? Agar xizmat bo'yicha harakatlar tarixini ko'rsatishni bosadigan bo'lsak, mana bu bir marta avval yoqilgan, keyin o'chirilgan. Ya'ni taqiq yoqilganda taqiq o'sha ola olmaydi. Keyin men yana o'chirgan edim. Hozir yana yoqdik mana bu holatini. Agar sizda kredit olish kerak bo'lib qolsa, o'zingiz ham ola olmaysiz. Mana shu qachonki xizmatni o'chirishni bosib qo'ysangiz, keyin ola olasiz. Yana mana xizmatni o'chirishni bosadigan bo'lsak, bu joydan mana bizga taqiq xizmati o'chirildi. Ortga qaytamiz va yana o'chirilgan beryapti. Bugungi videomiz ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Mana shu hozirgi onlayn zamonda hamma narsa onlayn amalga oshirilayotganda sizni
pasportingizni kimgadir tashlaysiz yoki bir telefoningizni vaqtincha berib tur deb qolishi mumkin. O'sha paytda siz nomingizga kredit olib shartta pulni o'tkazib yuboradi bironta joyga. Shunga ehtiyot bo'lingizlar. Mana shu o'zingizga mahkam bo'lasiz, birovni o'g'ri tutmaysiz. E'tibor uchun rahmat. Yana laykni bosib qo'yasiz agar foydasi tegsa. Foydasi tegdi deb izohga yozib qo'yasiz. Bo'lmasa, foydasi tegmasa shart emas bu. Shu foydasi tekkanlar uchun chiqaryapmiz-da videoni. Hammaga rahmat.